24-yanvar kuni Amerikaning Las Vegas shahridagi Fontainebleau arenasida Matchroom Boxing kompaniyasi tomonidan professional boks oqshomi tashkil etildi. Unda o'zbekistonlik bokschi yarim o'rta vazndagi sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov dominikalik Luis David Salazarga qarshi ringga ko'tarildi. Madrimov butun jang davomida tashabbusga egalik qildi, oldindan ikkinchi raqam ostida harakat qilishga rozi bo'lgan Salazar esa himoyalandi. So'nggi raundda Isroil raqibini nokaut qilish ham mumkin edi, ammo Salazar seriyali zarbalarga turib berdi. Shu tariqa 10 raundlik jang to'liq davom etdi va unda hakamlarning yakdil qarori bilan Isroil Madrimov g'alaba qozondi. Qayd etish kerak, o'zbekistonlik bokschi qariyb 1 yildan buyon ringga chiqmagan edi. U yelkasidan operatsiya qilingan, faqat 5 hafta oldin mashg'ulotlarni boshlagandi. Jangdan keyin muxlislar uchun o'z uslubida salto ijro etdi va qaytganini e'lon qildi.